Chap oyoq oldida, chap qo'l boshiga 1, 2. Hop. Yana cho'zilam. 1. Uchtadan. Chap oyoq o'ng oyoq tortadi. Son ustiga qo'yam, yurib boram. Chap oyoq yurib bitta o'tirib turamiz. O'ng oyoq yuradi, bitta o'tirib turamiz. Uzun. Shu bo'lib ketadi. Besh, o'ng oyoq 1, 2, 3, 4, 5. Chap oyoq 1, 2, 3, 4, 5. O'ng oyoq 2, 3, 4, 5. Cho'zilib yuramiz. Oyoq keladi, yana yuramiz. Bir, iki, üç, dört, beş. 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 Aman. Oyoqlar yelkani kenglik, qo'llar belda, bosh to'liq o'ng tomon ket. Sizdan yelkaga 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Javob bilan yelkaga 1, 2, 3, 4. Chiqanaqlar bitta joyda ketdi ichkari. Chap oyoq oldida, chap qo'l boshiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oyoqlar nomiga egilgan, tasi o'ng tomon ekan. Stop. Qo'llar bo'shatamiz. Oyoqlar yelkani kengligida. Ketdi o'ng yonga 1, 2, 3, 4, 5. Chap yon 1, 2, 3, 4, 5. O'ng boqim 1, 2, 3, 4, 5. Chap boqim 1, 2, 3, 4. Arqadan 1, 2, 3, 4, 5. Chiqqan oyoqlar yetkazam. 1, 2, 3, 4. O'ng oyoq ketadi 45 ga. 1 bo'ladi, 2 bo'ladi, 3 bo'ladi, 4 bo'ladi. O'ng oyoq boshlaydi. 1, 2, 3, 4. Chap oyoq 1, 2, 3, 4. O'ng oyoq 1, 2, 3, 4. Oyoqlar yelkani kengligida. Korpus boradi. Qo'llar boldirga tayanib, yopishdan tizza tekis. Tepa ko'tarilib, bel dushi orqa qayran 1 bo'ladi. 7-sida fiksatsiya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birlashtirdik. Chapdan o'ngdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Oyoq uchiga o'tiramiz, turamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oyoq uchida qoldik, qo'llar cho'zdik. Yelkani chiziq ochamiz, yopamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Turamiz, nafas. Chap oyoq boshlaydi. Zastup. 1, 2, 3, to'xtadik. Orqaga ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 chapga. 1, 2, 3, 4, 5 o'ngga. 1, 2, 3, 4. Qo'llar oldida. Tovondan tovonga. Ochdik oyoqlar. Tizzalar tushadi. Nafas. Korpus bilan o'ng oyoqqa. 1, 2, 3, 4, 5 chapga. 1, 2, 3, 4, 5 o'rtaga. 1, 2, 3, 4, 5 oldiga. Tazni bosaman. 1, 2, 3, 4, 5 o'rtaga kelib chapga shpagatga bosaman. 1, 2, 3, 4, 5 o'ngga burilib bosaman shpagatga. 1, 2, 3, 4, 5 o'rtaga kelib tizzani ushlaydi. Korpus bilan o'ng oyoqqa. 1, 2, 3, 4, 5 chapga. 1, 2, 3, 4, 5 o'rtaga. 1, 2, 3, 4, 5 oldiga bosaman. 1, 2, 3, 4, 5 orqaga kelib chapga shpagatga bosaman. 1, 2, 3, 4, 5 o'rtaga keldik. Oyoqlar betini ushladik. Tizzaga qaytdik. Orqaga o'tirib oyoqlarni ochamiz. Oyoqni ushladik, ketdik ko'krakka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ushlab turibmiz. Tortib ushlab turibmiz. İçidan ushladik, qo'lni tiyadik tepaga, tikka tizzani tekizlar. Tikka tepada oyoq. Ushlab turamiz. Oyoqni oldiga cho'zdik yonga, o'ng oyoqni bukdik. Korpusni o'ng oyoqqa. 1, 2, 3, 4, 5 o'rtaga. 1, 2, 3, 4, 5 tizzaga. 1, 2, 3, 4, 5 o'rtaga. 1, 2, 3, 4, 5 o'ngga. 1, 2, 3, 4, 5 tizzani ko'zi ko'tarilib ketmaydi. 1 sekund fiksatsiya. To'liq nafasni chiqarib hamma qatishi yo'q, bo'shashib boramiz. Nafas to'liq chiqarib, havo olib qolmaymiz. 1 sekund fiksatsiya 90 gradusga qaytamiz. 10-sida 10gacha fiksatsiya. O'zim aytaman shu yerda qancha stop deganda qaytamiz. 1, 5, 8, 9. Oyoqlarni betiga o'tirib qayiramiz, tazni oraga cho'ktiramiz. Tovon yonda qoladi, tovonga o'tirib olmanglar. Yonda qoladi, bet qayrilgan to'liq. Shot beraman. Orqaga ketamiz. 1, 2, 3, 4, 5 ga. Ikkita kurak bilan boshdan orqaga miyani yetkazib yopishamiz. 5 ta shot fiksatsiya, oldiga yuramiz, tazni chiqarmasa boriga cho'zilamiz. Yo'lda qolmanglar yarim. Kuraklar ochilsin oldiga. Orqaga 1, 2, 3, 4, 5. Oldiga 1, 2, 3, 4, 5 cho'zilinglar boriga. Oldiga kuraklar cho'zilsin, ochilsin. Orqaga 1, 2, 3, 4, 5. Turamiz 5 sekund tizzalar tekis tanani yopishtiramiz. Qo'llarni uchun oldiga qaratib yopishtirdik. Oyoq havoda o'ng tomondan boshni balandligida 1, 2, 3, 4, 5 ushlab turibmiz. Boshda balandligida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho'zildik. Oyoqlar havoda, boshni bayladik.
chap oyoq keladi, 1 bo'ladi, qaytadi. 10 oyoq keladi, 2 bo'ladi, qaytadi. 3 ga jupiga. Kindikda chizig'idan o'tmaydi. Ko'krak yelkalar ko'tarilgan, kuraklar. Oyoqni betini ko'rib turadi. 1 2 3 jupiga. 2 3 1 2 3 tortilamiz. Cho'zildi. Oyoqlarni oldiroq tashlaymiz tovonlar. Uzunroq. Kalta bo'lsa ishlamaydi press. Kuraklar ko'tarilgan. O'ng qo'l bilan chap tomonni tushamiz yondan, chap bilan chapdi. 1 2 3 4 eshilamiz. 5 6 7 8 9 10. O'tirib oyoq tushab turibmiz. Tushadik. Tortamiz, qaytaramiz. 1 2 3 4 5 45 ga turamiz, yig'ilamiz, tovonni tushamiz, yana cho'zilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 bosh tutga keladi, qaytadi, oyoq tegmaydi, uzun tashlaylar. 1 2 3 Burada çalmasaz. 1 2 3 4 5 qo'llar oldida blokda. Chaptir. Cho'zamiz. Bugun tosh yo'g'i. 150 ta pesidan 150 ta jimani birdan yiqilamiz, og'iri. Kurgavoy turdik. 10 ta pesidaniya yurib boramiz, 10 ta jimani. Ashna qilib 150 ta pesidaniya, 150 ta jimani. Hamma tayinlansin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yurib boramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yurib kelamiz. To'g'riga qarang, nafas. Ushab turam, qorin tegmas. Nafas. Ushab turibmiz. Qo'llar cho'zdik tochkada. Zoom. Maza qilamiz har safar kelsak, yengillab, yozuvda maza qilib, charchovlar chiqib, ketgan kunga yana ham yaxshi bo'lib ketamiz deb aytdim, maza qilib, alhamdulillah. Ta'rifga til ojiz, inson asossiz ruhan yengillashadi, maza qiladi. Tirnovka zo'r bo'lyapti, xudoga shukr. Sekin formaga tushib qolyapmiz, anchadan beri chiqqanimiz yo'q edi. Hammaga manfaatli bo'lyapti. Alhamdulillah yaxshi maza qildik. Ustozdan Alloh rozi bo'lsin. Ustoz shuncha odamni jamlab mana xursandmiz nihoyatda. Mashg'ulotlar zo'r bo'lyapti. Hammamizga Alloh kuch-quvvat, g'ayrat, shijoat, himmat bersin. Zo'r. Hammaga tavsiya beraman. Hammamiz shug'ullanib, xudo xolasa tanamiz ham chiniqadi, sog'lom yuramiz. Mashg'ulot jarayonlari juda zo'r, chiroyli bo'lyapti. Ayniqsa terlab mashq qilganimizda kayfiyat ko'tariladi. Ashiti zo'r. Hammalarni kutib olamiz, mashg'ulotga kelinglar, maza qilib, ertangi hayotga bir boshqacha ruhiyat bilan ketasizlar. Mashg'ulot jarayonlari juda ham zo'r bo'lyapti. Kim sog'ligi haqida qayg'ursa, taklif qilamiz. Terlab maza qilasizlar, tanlaring yoshliklaringga qaytasizlar xullas. Maza qilyapmiz, kelinglar. Kachoy bo'lib ketmasa ham maza o'zimiz yengil his qilyapmiz. Kelinglar. Zo'r. Mashg'ulotlar juda zo'r, maza qildik. Ustozga rahmat. Mashg'ulot jarayoni haqida fikringiz? Alhamdulillah, mashg'ulotlar zo'r bo'ldi. Alloh hamd sanolar bo'lsin. Nima deymiz?